so'radi bu. Xo'p, bu uchrashuvda o'tgan safargi so'raganlarimni ham yana qayta so'rashim mumkin, chunki buni faqat men emas, boshqalar ham eshitadi. Xullas, ketaverdik-a. Ha, muammo yo'q. Xo'p. Endi bir boshdan boshlayman. Ayrim savollarim o'rinsizdek tuyulishi mumkin, no kerakli joylari bor. Xo'p, o'zi ustoz to'liq ismingiz qanaqa? Nechinchi yil tug'ilgansiz? Shamsiddin Nozirjon. Familiyam Nurmat. To'qsoninchi yillar. Alo. Gapir. Alaykum assalom. Ishdaman, tezlashtir. Sportga qanaqa kirib qolgansiz, ustoz? Sportga nimjon tug'ilganman. Ha. O'zi meditsina insonni 3 xil toifaga ajratadi. Ikkita mezamoq yondaman. O'sha eng zaif bo'lib tug'ilganman. Ozg'inligina Ozg'in, gapirsam ko'p kuch sarf qiladigan odamman. Ha, yo'q-e. Chunki tanasi labiy. Oddiy, masalan, gaplashishga ham ko'p kuch sarf qiladigan odamman. Ha. Mana shu narsa maktabda ham pakana ozg'in bo'lganman. Urush qo'yib bo'lganman, lekin kuchim yetmasdi. Jismoniy kuchim yetmadi. Miya kuchli xolos bo'lganda o'sha paytda. O'zga urush yurmasdi. Maktabda ham jismoniy tarbiyada stroysa qilib oxirida turardi. Bizni ham urardi ikkalamiz. Maktab bitirgandan keyin baqatir ishlarga qiziqdim-da, mana shu kerak, biror sport tanlashim kerak. Ayni reslarni birinchi maqlovga borganman. Ha. Orada 10 ming so'm bo'lgan xizmat. 10 ming to'laganman. Bir kun chiqib qaytib chiqmaganman. Nima sabab bo'lgan hozirgacha bilmayman, nimaga chiqmaganman. Dvoretga borganman. Kickbox bilan shu fitness zallarga bordim. Qatama qachga zallar. Hozir endi fitness zal deyishga chiqsa. Keyin bir kunga chiqish boshladim. Necha yoshligingiz endi bu orada? Maktab bitirganda 2006-yil. Ha. Vez o'tdi. O'zi maktab oxirgi paytlarda bo'yim o'sish boshlaganda. Bo'yim yana ham o'sib, tengdoshlarimga yetib oldim keyin. Kilo o'sdi. Vez oldim. Qancha semirsam, imkoniyatim ko'paysa, kuchliligimni his qilsam, yana ham ortig'ini xohlash boshlagandim. Ha. Ish sport yoqib qolgan. Men musobaqalarga borganman. Qolib kelardi chunki. Hatto blokda tursam, urib, surib yuborardi-da. Keyin shu sen beling bilan oyog'ingni baqvat qilish kerak. Sen faqat hozir 3 oy deganlar. 3 oy yoki 1 yildir faqat fitnessda trenirovka qilasan, semiramiz, keyin to'la kirganimcha yoqib qoldi. Ha. Keyin shu orqasidan ketdi. Orada o'zgartirdi. Yana boksga qaytdi. Baribir tushundim. Tushunyapti. Zo'r. Haligi kirishimning sababi o'sha nimjonligimdan. Ha. Tushunyapti. Zo'r. Men o'ylamadim lekin o'shani. Nimjon bo'lganingizda. Ishlar. Shu. Rasm bilan bo'lish kerak. Hop, endi trenerlik qilish qachondan boshladingiz? 2 yil bo'ldi. 2 yil. Qanaqa holatda boshlanib qoldi? Ana holatda boshlanib qoldiki, o'zim trenerlik qilib yuraman. Ko'p trenerlardan noto'g'ri yo'lini
ishda o'shani qilib ko'rib muammoga tiqilib shunaqa bo'lib ketganda travani o'rganish narsa ishda ko'rib o'rganadigan soha emas. O'zing uchun bilib olsang-ku, hatto lekin boshqa uchun o'rgatish uchun baribir ilm olish kerak. Sohada ko'p amaliy o'tish kerak. Buning uchun bir narsani o'zimni sinab ko'rganman. Ziyon qilsa da ziyon qilar ekan deymi? Foyda olsang foyda olish mumkin ekan degan narsa bo'ldi. O'zimiz bolalar bor-ku, shogirdlar, yaqinlar. O'shalarga o'rgatib kelardim. Birdan ahad xudo bor-ku. Trenerlik qilishimdan maqsad biznesda ko'p ziyon ko'rdim. Chunki o'qib tikasan-da, risk qilasan. Keyin ahadni ko'rib kuzatdim hozir. Juda bu sportdan aql yetmasa ham, lekin gap gapirishi bilan bu sportga katta hissa qo'shdi deyman. U ham odam-ku. Nimaga u qila olgan ish biz qila olamiz dedim. Intervyuda aytdiki 600 ta onlayn obunachim bor. 600 ming to'labdi, $50 to'labdi. 30 ming dollar pul biroq. 100 ta offlayn shogird, $100 dan to'labdi. İçinde har xili bor, $200, $300 bo'ladi. $40,000 pul topgan shu. Ish bilan odam qilgan shu. U ham odam qildi dedim. Nima biz qila olamiz? Oldimga 5-4 ta odamlar ish boshladi. Ishlatib ko'rdim. Rezultat yaxshi, o'zgaribdi, yoqibdi. Ben shuni olib ketsam bo'lardi. Biznesga chiqaman dedi. Shuncha payt olgan bilimimni endi foydalanib sotaman. Degan narsa bor. Shu boshlandi. 2 yil oldingi holat bu. Tushunarli. Zo'r. Sizdan birinchi zo'r rezultat olgan odam qanaqa holatda bo'lgan, nima qilingan unga? Zalga kelib yaxshi ishlamasdi, krizisi bo'ldi. O'zimni yoqolmadim. Og'ir ishlar oladim. Chunki biz qilgan yo'l optimal bo'ldi. Ko'p bo'ldi. Haliga aniq qilib qo'ymaymiz, rasm olib qo'ymaymiz, suhbatini olib qo'ymaymiz. Endi o'shani qilamiz. Shunaqa. Yangi kelganda nima muammolaring bor deb yozib olamiz. Eng muhimi yozib olib keyin orada o'sha shug'ullanib yurganini so'rash, boshqa mashina qo'yib boramiz. eng to'g'ri yo'l shu. Eng to'g'ri yo'l shu. Xo'p. Odamlar sizni ko'rganda, onlaynda ko'rganda yoki eshitganda nimani his qilishlarini xohlaysiz siz o'sha sizni tanish bilan? Nimani his qilsin? Trenerligim his qilsin. Yo'q, ya'ni qaysi ma'noda bir premium insonni his qilsinmi yo bir boshqa holatmi yo yana boshqami? Ya'ni nima desa bo'ladi? Qaysidir insonlar bor, shunaqa holatda gavdalantirilganki, tipa yaqinlashib bo'lmaydigan inson sifatida. Shunaqa insonlar bor, o'rtoqdek ko'rasiz u insonni. Kelib turib ko'chada ko'rib, "Ey aka, qalaysiz" deydigan holat. Shunaqa insonlar bor, o'ta bilimi kuchli qilib shakllantirilgan anaqalar bor. Endi avvalo bu baribir odam qanaqa bo'lsa shunaqa shakllanadi o'zining holatida. Umumiy holatda siz qaysi tomonga yurasiz o'sha tomondan? Bu do'stonami? Do'stona holatda shakllanishi kerak. Bunga desa bo'ladi. Ingliz tilida buni approachable deydi. O'shanaqa holatda, ya'ni nima desa bo'ladi? Bir samimiy inson sifatida gavdalanishingiz kerak. Chunki menga o'zi ko'p shogirdlar kelib dardini aytadi. Nima bunaqa bo'lgan? Nimaga muammolar bo'lib, o'zini yomon his qilib, dabdal hayot tushib qoladi. Bo'lishi mumkin. Masalan, unisini eshitib o'tirmasdan tez chorasini ko'rib, ko'pchilik shunaqa qiladi. O'sha sovuqqonlikda, lekin bir xilgi trenerlarni ko'rsam nima deydi?
qo'rqinchlikda, nima deydi? Qo'rqinchli emas, sovuq. Gaplashgiz ham kelmaydi. Internetda ko'rganlarim bor, lekin umuman biligida. Endi ular shunaqa gavdalanib qolgan. Endi uni ham o'ziga foydasi bordir, lekin biznes tomonlama uni foydasi yo'q-da. Beşte tamam. Xo'p, aka, hozirgacha zalda ham, umuman tashqari, zaldan tashqarida ham, hayotda ham eng faxrlanadigan narsangiz nima? Tana bo'lishi mumkin. Aytaylik. Bilim bo'lishi mumkin, misol uchun deylik. Rezultatlar bo'lishi mumkin. Ya endi u tabiiy hamma narsada bor-da u. Tushunarli. Zo'r. Hop. Mana deylik, siz Namanganni o'zida deylik, Namanganni o'zida o'zingiz uchun o'sha muvaffaqiyat deb bilgan chizig'ingiz qaysi holatda? Ya'ni deylik, nima ko'rinadi o'sha muvaffaqiyat degan chizig'ingizda Namanganni o'zida deylik. Deylik, u eng minimum nuqtasi bo'lsa, lekin maksimum emas, eng minimum o'sha muvaffaqiyatdaman Namanganda deydigan holatingiz. Misol uchun menda bo'lishi mumkin. Ko'pchilik tanishadi. Endi tanilish ham har xil metrikalar bor-da, deylik, imенно biznesingizda yoki boshqasida yoki qanaqadir holatlarda. Mana men o'zimda aytaman. Deylik, shaxsiy brendimda kami bir 20 mingta odam bo'lsa, 15 tacha emas, 20 tacha klientim bo'lsa, bir 2 mingdan to'layotgan, studiyam bir 2 tacha studiya qilib olsam, agentvamning ofisini bir yaxshi joyga ko'chirib, bir cho'tki qilib olsam, mana shu men uchun Namanganda yaxshi holat deyman. Sizda qanaqa mana shu narsa? Shu obunachilarni ustiga olib chiqib olsam. Instagram'dagi obunachilar ko'tarilsa. Aksariyatda yoshlik kuzatadiku-men. 17 yoshdan 24 yosh, 25 yoshgacha bo'ladi. Instagram ishlab ko'rsatadi. Shunaqani ko'radi. Umumiy ko'pchilik tanisa. Tushunarli. 1 millionta obunachi bo'lsa. Zo'r. Namangan o'ziga yaraydi. Zo'r. 100 ming, 200 ming odam ko'rib tursa, nima istaysiz? Xo'p. Sizni mashg'ulot falsafangiz qanaqa? Ya'ni mashg'ulotda yondashuvingiz qanaqa? Ya'ni nima deb tushuntirsam bo'ladi? Biroz uchunmi yo? Umuman klientlar uchun yondashuvingiz Holatdan kelib chiqadi. ya'ni nima desam bo'ladi? Buni qanday tushuntirsam bo'ladi? Mana bir xilgina o'qitish tomonidan olib qaraylik. Mana ingliz tilini o'qitadigan ustozlarda har xil falsafa bo'ladi. Kimdir aytadi, qattiq qo'llik ertalabdan kechgacha vazifa natija deydi. Kimdir aytadi, vaqtida to'g'ri tayyorgarlik, ozgina unaqa qilish, ko'proq inglizcha narsalarni ko'rish mana shu natija deydi. Mana shu orqali natija oladi deydi. Kimdirlar faqat inglizcha gapirsin, o'zbekcha gapirishga harakat qilmasin, 24 soat vaqtini ingliz bilan o'tsin, mana shu natija deydi. Ya'ni uni har xil yondashuvi bor, falsafasi bor. Siz qanaqa tomondan yondashasiz odatda? Ya'ni nima bo'ladi?
qaysidir trenerlar yengil ko'tartirar balki, qaysidir trenerlar siz og'ir ko'tarish yechimini yurtasiz yoki ya'ni qanaqa umumiy tushunyapsiz anaqa nima demoqchi? Birinchi o'rinda zalga bo'lgan ishtiyoqni kuchaytirish kerak. Ha. Nima orqali? Jismoniy faollik bilan uni hayotda izzada bo'lishini tushuntirish kerak. Qanday? Suhbat orqali. Nimalarga urg'u berasiz misol uchun? Zalga ishtiyoqni oshirish uchun. Nimalarga urg'u? Hayot tarziga-da. Qanaqa hayotda yashaydi? Misol uchun moslashuvchanlikda mashina o'zasi. Misol qanaqa hayotda yashaydi? U yukchimi? Do'konda turib ishlaydi. Ofisda turib xo'jayin. Bularning hammasini harakatini koeffitsiyenti bor-da. Yetgan ovqatlari muhim. Nima ovqat yeydi? O'sha yetgan ovqatlarini o'ziga moslab berish eng optimal yo'l deb bilaman. Nimaga desa, misol uchun quruqlikni ketgan odamni suvga tashlab qo'ysa, uzoq yura olmaydi-da, darrov cho'kib ketadi. Yo baribir quruqlikka o'tib oladi. Yoqmasdan. Suvga ketgan odamni quruqlikka o'tib oladi. Bu tushunsinlar. O'zini muhitidan kelib chiqib sharoit qilinsa, trafika ham bo'lardi. Hayot tarzi o'shanga izga tushib, sifatli hayotda yashaydi. Zo'r. Xo'p, trenerlik sifatida yoki umuman sportda necha yillik tajribangiz bor deb aytsak bo'ladi? Trenerlik bo'yichami? 2 yil. Lekin shu sport ichida 2006dan beri. Xo'p. Mana boshqa trenerlarni o'zingiz bilasizmi? Endi boshqa trenerlarni bilmayman. Ochig'i trenerlar bilan ishlamaganim uchun, ularni qanaqa holatda ko'rmaganim uchun o'shanga mana shularning ichidan nima bilan farq qilib turaman deb o'ylaysiz? Boshqa trenerlardanmi? Mana misol uchun Durbek bilan yoki birinchi o'rinda Namanganni ko'raylik, keyin общий O'zbekistonni ko'raylik. Misol uchun ko'rmadim. Farqlanishga harakat qilib nimadir mana shu narsalarni yo'li qanaqaligini bilmayman. O'rganmagansiz raqobatchilar? Nima ish qiladi, qanaqa qiladi? Vaqtida ko'rganman. Xo'p, ustoz bilan birinchi fitness ko'raylik, ovqatlanishni ko'raylik. Qaysi eng ko'p tarqalgan fikrlarni noto'g'ri deb bilasiz? O'zi asli noto'g'ri, odamlar o'shani bir mif sifatida ushlab olgan. Mana misol uchun men zalga chiqishsa ozdiradi degan narsani xatoligini Shavkatbek aka bilan ishlab bildim. Asli zalga chiqish ozdiradi, ozish zalga chiqishga bog'liq emasligini ham tushundim-da. Ozish bilan ozish farqi bor-da. Deydi, masalan, shunchaki vес tashlamoqchi bo'lsa, zal shart emas. Zal shart emas. Lekin sifatli hayot o'ta sifatli vес tashlab, chiroyli tana qilmoqchi bo'lsa, zalga o'ynaydi. Shu. Lekin asosiy baribir omil pitanaga taqaladi. 70% pitanani to'g'rilamasa, iloji yo'q. Shu. Ya'ni zal deylik, men 2000 kaloriya ofis holatimda yoqayotgan bo'lsam, 1600 yesam rozyapman. Deylik, men 1600 emas, mayli men 2000 yuraman, lekin zalni qo'shib qo'ysam, o'shanda ham oz uraman, kaloriyani ko'p sarflayotganim hisobiga.
Ha, unda ozmi? emas. Sen kundalik rasxodga 2000 kaloriya bo'lsa, Hop. shunchaki ozmoqchi bo'lsa, 1600 desang ham nima tushadi? Vesim tushadi. Sen tushadi. Shu. Aytaylik, 10 kilo vес yo'qotding. Endi sen kunlik kaloriya 1600 ga tushdi. Endi yana tashlamoqchi bo'lsang, yana kaloriyani kamaytirasan. Ha, yo'q. Ha. Zal qo'shib qo'ysamchi shu yerga? Endi sen 1600 deyapsan, zal qo'shib qo'yadigan bo'lsan, endi u 1600 san kamga qiladi. Ha. Chunki zal sharoitida jismoniy faolligi uzoqqa bormaydi. Chunki kaloriya past, mehnat sarfi ko'p. Ha. Shuni hisobla. Endi 1800 qilinadi. Kaloriya o'shanda 2200 ga tegadi. Misol uchun. Shu. Kaloriya 2000 sarf qilingan bo'lsa, demak 2000 yeyish mumkin. Zal sharoitida shunchaki vес tashlasan nima bo'ladi? Ovqat kamaytirsan nima bo'ladi? Organizm oqsildan ham, yog'dan ham energiya sarflash boshlaydi. Zal sharoitida faqat yog'i yoqish mumkin. Oqsil ishlab qolish mumkin. Chunki bizda eng qolish kerak bo'lgan vес oqsil bo'lsa, chunki muskul to'playdi, qancha oqsildan tashlaydi. Ha. Qancha oqsil ko'p bo'lsa, shuncha muskul ko'p bo'ladi. Shu. Tushunarli. Alo, qayerdasan? Alo, qayerdasan? Qayerdasan? Hop. Bunda olmaqlarni no'g'ri nimani SMS qilaman? Onu ko'rish kerak, yo'qmasa pul to'lab olmaslik qo'yiladi. Olinmaydi, uni. Nima narsa ekan? Manga ber, men o'zimdan kechaman. Xo'p, ustoz, yangi boshlaganlar qiladigan eng katta xato nima? Zalga chiqib. Eng katta qiladigan xatosi miyasi. Zalga chiqib 3 kunda sразу miyasidagi odam bo'ladi-yu, o'sha bo'lish. Ha. Buni u miya bilan nima qiladi xatosi? Panaparch o'g'irishdan o'ziga tushmaydigan упражнение qiladi. Eng katta xatosi trener bilan maslahat berish. Uni trener kerak yo'q, ko'rishga. Ha. O'zi zalga chiqqanda trener kerakmi yoki o'zi kerak emas holati ham bor? Yo'q, trener emas holati yo'q. Hamma holatda kerak. Mana masalan, misol aytaman. Shuncha narsa bilsam ham, menga ham trener kerak. Ha. Chunki mani harakatimni o'zim ko'ra olmayman chunki. Chetda turgan odam ko'radi. Noto'g'ri bajaryapman. Yoki masalan qaytarularni, повторениyalarni maqsadga yetib bormasdan turib to'xtatib qo'yish mumkin. Uni chetdan turib qo'shtirib ishlash yoki mana boshqa shu kerak. To'g'ri noto'g'ri ishlatgan. Masalan zalda shu ishlatgan, shu zaldan bo'lsam qarab turaman. Nimadir noto'g'ri ketgan bo'lsa, sразу to'g'rilashni kerak. Tushunarli, tushunarli. Trener vazifasi o'shada. Travma olmaslik kerak, to'g'rimi?
Yo, uni ana ko'rali yo'q olamiz, olamiz deyildi. Men hozir anaqadaman, Novoy Konsoydaman. 10 kam 5 ga Afsonaga boraman. Hop. Eng zo'r natijalaringiz qanaqa bo'lgan do'pposlarda? Deylik, ozish temasida, semirish temasida, muskul olish temasida, yana boshqa. Shogirdlarmi? Shogirdlar. Ko'pida optimal ishlardi. Masalan, haftasiga 1 kilo yo'qotamiz. Eng zo'rlarini ayting. Misol uchun deylik, Jamshid degan bola bor, menga kelganimda faloncha Jahongir bersa. bor hozir. Esimda bor. Ha? Zo'r ves yo'qotdi. Foydali yo'qotdi. Yog' yo'qotdi, muskul emas. Necha kilo edi? 116 kilo, 105 kilo. 5 kilo. 30 bera oladi. Ha. Jaydari bera oladi bir yaxshi. Telefon qilasizmi? Taşaklarımız mı yaman taşak? Yoshlar nechi deb yo'q? 45 beryapman. 31. Qarib ketishibdi-da degan. Cho'shqa o'xshaydi. O'sha 45 beraman deyapman. Bundachi? Endi bunda bir 38, 37 beryapman. Semizni ham yeyish ko'paytirib yuboradi. Ha, shu. Bu bola bu qancha ves oldimi bu? Yaxshi. 5 kilo ves. Dekabrda keluvda adashmasam ana shu. O'z bosh holatga qaytib qolgan. Nimaga? Zal tashlab. Bundan chiqaman dedi. Uylanyapti shekilli bu bola. O'tgan safar uylanib bo'ldi-da o'zi. Taklifnoma berayotgan ekan Yosaxonga. Xo'p, ustoz, ayni paytda nima sotyapsiz? Ya'ni nima desa bo'ladi? Mana biz shug'ullanadigan anaqa bor, o'zi nima imkoniyatlar bor, o'zi bitta nimani sotyapman deb o'ylaysiz? Bilimmi? Ya'ni umumiy olganda nima desa bo'ladi? Men tushunaman, sizdagi hozirgi mana endi u mijoz sifatida qarasam, mashqlarni tushuntirish, o'rgatish, nazorat. Yana nima imkoniyatlar bor o'zi sizni mana unaqangizda? Nimadir muammolar qiynaydi, masalan, sog'liqni to'g'risida. Ha. Shunday ham masalan, to'g'rilamiz. Buni hamma mijozlar biladimi? Aytamiz. Kim pitaniya ham, ha? Pitaniya aytamiz.
nechta u ustoz to'lov qiladigan hozir? 12.5 Ha, tushdimi? chiqarib yubordim-da. Nimaga? Yo'q, kelmayapti. Shunaqa. Ha. To'lov qilyaptimi? Jalb qila olmayapmiz. Nima? To'lov qilyaptimi? Yo'q. Ha, to'lov. Yo'q, bo'ldi. Qani to'lov qiladi. Ha, Chiqarib yubordim. Ha, gruppadan chiqarib oldingiz. Ha. Xo'p, yangi klientlar mana o'zingiz bundoq so'rab ko'rsangiz, necha foizi qayerdan keladi? Ya'ni qanchasi qayerdan keladi? Hammasi shaharda. 90%. Yo'q, lokatsiyasi emas, nima orqali keladi? Tanish bilish, Telegram, Instagram. Instagramdan keladi. Tanish bilish ko'proq. 90% tanish bilishmi yo undan kamroq? 50%. Ha, 50%. Yo'q, 60% tanish bilish. O'zi odatda mijozlar siz bilan necha oy ishlashadi? O'rtacha mijoz bilan ishlash davomiyligingiz. Ya'ni qaysi ma'noda standartda emas. Mijozni ushlab turish davomiyligingiz. Menda 8 oy, 9 oy yoki 6 oy desak ham bo'ladi. Odatda. Buni Xohishiga qarab emas. Shu paytgachadagini hisoblaymiz. Ya'ni avvalo hammasini xohishiga qarab nimani o'lchamoqchiman bu yerda? Siz bilan mijozlar qancha vaqtgacha ishlashini ko'rmoqchiman. Ya'ni odatda agar kam bo'lsa ko'paytirish yo'llarini qilamizda. Ya'ni sizni kamchiligingiz bilan chiqib ketar, o'zini kamchiligi bilan odatda mijozlar qancha vaqt xizmatingizdan foydalanishadi? O'rtacha miqdor. yarim bir yil. Ha, yarim bir. Misol uchun men sizga bugun ertaga bitta bola kelsa, bu o'rtacha 5 oyda chiqib ketadi sizdan. Mana shunaqa ma'noda so'rayapman. Chiqib ham bor. 1 yildan oshiq ishlatganlar bor. Umumiy holatda 5-6 oy. ha 5-6 oy. Yo'q, ochiq masalada chiqarim mana. Chiqishmaydi. 95 yarim ikkanda shu. Arası olsanız sizden 25 olamak. Kanca? Doğru şeyden mi? Burada kaplaşacak çok. Hop, o'zi nimaga chiqib ketadi? 5-6 oy. 5-6 oy chiqib ketish Kelmasdan sababi. chiqib ketadi. Indamay. Kelolmasdan. Kelolmas. Kimda o'ylaydi, befoyda pul to'plar, kelolmayman keldi. Ha. Mashg'ulotga kela olmaydi. Kelolmaydi. Ha. Vaqt ajratolmaydi. Vaholanki boshda keladi, vaqt ajratolmaydi. Zo'r deydi. Hozir sizni deylik o'zingiz xohlayotgan summani topmayotganingizga anaqaga eng muhim sabablar nimada? Vaqtmi, mijozlikligimi, nima deydi? Murojaatlar kamligimi, pul kamligi? Murojaat kamligi. Mana hozir o'zi o'quvchingiz 25 ta. Lekin deylik mana oxirgi 5 oyga ko'tarsak, sizga kelganlar nechta mijoz bo'ldi общий. Chiqib ketgan, qo'shilgan umumiy hammasi. Sizga pul shunday to'lagan odamlar nechta? Bir 100 tadan ko'pmi? 50 tacha bor. Ha, 50 tacha bor. 50 tasi, demak 50% ni ushlab qolgansiz yo'nalishda.
murojaatlar nechta bo'lganini bilmaysizmi ehtiyot? 50 tacha mijoz bo'lgan bo'lsa, hisob bo'lmaganlar bo'lishi mumkin ichida. To'lolmay, pul to'lamaganlar bo'lishi mumkin. Misol uchun Otabekiga o'xshagan odamlar bo'lishdi. Ha, общее. Qolgani kelganda. 70 ta odam murojaat qilamiz, 50 tasi kelgan. Qaydasan o'zi? Alo. Qaydasan o'zi? Xo'p, mana hozirgi holatingizda odamlarni bilasiz, tanishsiz, qanaqa holatlariga. Siz bilan ishlayotgan ideal mijozlaringiz kimlar o'zi? Ya'ni yoshi, turmush tarzi, qanaqa nima ish qilishi, nima xohlashi. 5 yoshga to'g'ri. 5. Turmush tarzi qanaqa ularni? Ya'ni nima ish qilishadi? Biznes qiladi. Hududda Zalgabot o'zi. Nima muammo ularda? Qanaqa bo'ldi? Ya'ni vazn tashlashga keladimi ko'pi yoki Forma quradi. vazn tashlashga keladi? Vazn shu yog'i yoqmas. Eng ko'pi o'sha. Sizga hech qimmat ekan deganlar bo'lgan? Ozroq bering deydi. Eng ko'p qaysi birini eshitasiz? Vaqtim yo'q, o'zim shug'ullanganim yaxshi yoki qimmat? Qaysi birini ko'proq aytadi mijozlar? O'zim shug'ullanganim yaxshi. Ha, ya'ni trenersiz shug'ullanar ekanman. Nima aytishmadimi? Endi odatda bizda aytmaydi. Deyishadi yo'q deyman. Pul berolsa ishladi, berolmasa ishlamaydi. Xo'p. Syomkaga, umuman shaxsiy brendingizni qurishga haftasiga qancha vaqt ajrata olasiz? Ishdan tashqari biz har kun Ya'ni ishdan tashqari deganingiz 5 dan 11 gacha. Qolgan payt ajrataverasiz. haftada 3 kun deydi. Zo'r. Buni so'rayotganim sababi haftada 3 kun syomka qilmaymiz-u, olinadigan kontentlarni o'shanga qarab turib reja qilishimiz mumkindir. Misol uchun, kimgadir ko'p vaqt ketadigan kontentlar, kimgadir kamroq vaqt. Qaysi blogerlarni, qaysi shaxsiy brend yuritadigan odamlarni yoki qaysi o'zingiz sohangizdagi odamlarni maza qilib kuzatasiz? O, yoqadi mana shular. Sharaf, Sirojiddin Sharaf. Sirojiddin Sharaf. Shamshod Kabirov. Shamshod Kabirov. Tanishi 2024-yil O'zbekiston hamda o'rtoq Tanishi 2024-yil O'zbekiston
bo'ldi. Smith mashinada fransuzcha biladigan trenajyor. Abduvahhab. Kim? Abdu. Abduvahhab. Просто Abduvahhab. Profilnetda Abdu. Familiyasini bilmadim. Bu yerda demoqchiman, nima deb qidirsam chiqadi? Abduvahhab desam chiqadi. Deyman. Hop, sizni anaqangizda o'zingizni mana yashash tarzingizda, shug'ullanish tarzingizda qanaqadir ibora, shior yoki qanaqadir gap bormi? Mana misol uchun Ahad Xudoyevda bo'lishi mumkin, baxtli bo'ladi yo bo'lmasa Yo'q, sizda yo'q. bo'lish kerak deb o'ylaysizmi yo shartmi? Bo'lish kerak deb o'ylaysiz. O'zingiz qidirishga harakat qilib ko'rganmisiz yo hali qidirmaganmisiz umuman? Zo'r bo'ladi degan gap bor. Mana shuni o'ylab ko'rganman, lekin hech kim gapirib ko'rmadim. Xo'p, ustoz, fitnessdan tashqari deylik oila yoki sevimli mashg'ulotlar yoki qanaqadir kundalik hayotingiz olib chiqilishi kerak deb o'ylaysizmi yo shart emasmi? Shart emas, faqat fitness. Ya endi boshqa temadan olib chiqishni Oila emas, deylik farzandlar bo'lishi mumkin yo ular ham shart emas. Kundalik ishlachi? bo'ladi. Boshqa temalarga aralashib Shular. masalan, gul bayrami bo'lsa, ko'p blogerlar qo'ydi-ku, sohasi bo'lmasa, buni shunaqa yaxshi. Ha. Tushunarli. Umumiy Namanganga fokus qilmoqchimisiz yo butun O'zbekistonga? O'zbekistonga. Asosiy fokus ba'zi Namangan bo'lishi kerak, chunki Toshkentdan birinchi ololmadik-ku. Ha. Hozir birinchi o'rinda sotuv-ku. To'g'ri. Keyin onlayn sotuvga ham yo'l qo'yishimiz kerak. Unda Butun O'zbekiston. Rossiyadan, Turkiyadan shunga kim bordi, masalan, Tushunarli. jinni formatda ishlayotganimiz ham bor. Tushunarli. Xo'p, narx ko'tarish haqida yoki qanaqadir individual boshqacha narsalar ishlab chiqish haqida o'ylab ko'rganmisiz? Nima deysiz, narxini ko'tarish kerak deb o'ylaysizmi yo o'zi yaxshi deb o'ylaysizmi? Oldin o'zi narx balandda. Rejasi bor, qana qurmoqchi bo'lsa, ikkitasini bitta olib ketmoqchi bo'lsa, $200 bo'ladi. Kurs qilmoqchi bo'lsa, yana $100 qo'shiladi. $100 jam. Kurs qilmoqchi bo'lganlar $200 qilib qo'ymoqchiman. Hammasi ichida. Kerak o'sha ketadi $100 qilib qo'yamiz. O'sha ketadi. Keyin yana taklif o'ylab ko'rdim, o'sha yoqib turibdi o'sha. Agar qanaqadir odam olib kelsang, necha kilometr qilasiz? Ha. Tushunarli. Keyin men aytaman sizga bitta, endi uni qanchalik tez qilamiz bilmayman, lekin bitta YouTube formatda video qilish kerak, uzun format. Trenirovkada siz bilan ishlab nima oladini ideal bir kurs deb tushuntirib, Telegramda yozganlar yo boshqalarga shunaqa tashlab berilaveradi-da. Shunaqa tashlab beriladi, Yosinxon mana deb yozib o'tirganda o'shani tashlab, mana shu yerda hamma qulayliklar, anaqalar bor deb turib, tipa sotuvchi video bo'ladi-ku. Siz bilan ko'risha olmaydi yoki ko'ra olmaganlarga o'sha yerda nima qiladi.
hozir Yosinxon mijozlar bilan ishlayotganda qanaqa kamchiliklarga yo'l qo'yapti? Vaqtida gaplashmadi. Ha. Isdan chiqardi. Yaxshi gaplasholmadi. Bor narsasini yaxshi yetkazolmadi. Keyin o'ta kitobi. Ha. O'ta. Ha. Keyin ozgina bee'tiborroq ekan. O'qib turib yozmas ekan. Haligi o'qib turib yozmasligi nimada? To'g'ri oxiriga gap bo'lyapti, lekin har safar sotuvchi tomon yakunlash kerak-da. Misol uchun kecha kuni mamnaqa deb yozdim, o'qidim, javob yozmadi-da. Sonunda boshqa odam qo'yamiz. Kuyov bola. Kelisizmi? 5 ta zalda bola bor. Hop, hozir hamma murojaatlar bilan o'sha ishlayaptimi, Yosinxon? Tushunarli. Hozir ustoz bir ozgina qoldi yana. Mana masalan ustozlikni shunaqa qilganki, mana shogird bo'lsam ham pul to'lardim-da, tekinga olmaydi. O'zi qachonga shogird bo'ladi. Qaysi ustoz bu? Bu Iskandar To'xtayev. Bu Spartaning Namanganlik. Bunaqa odam yo'q O'zbekistonda. Namanganlik. Toshkent. Ha, Toshkentdan. Buni qaraman, administratorga yozaman, pulini to'layman, skrinshot tashlayman. Ha. Oralig'ida kira olarkanlar konsultatsiyaga ketdi. Ha. Yozishmoqchi bo'lsangiz, hozir yozsangiz bo'ladi, men aytaman javob beradi dedi. Lekin men yozdim, javob bermadi. Aytdim, oxir javob qaytardi. Yozdim. Masalan, juda kitobga gaplashibdi bu. Ha, odamiy. Bir narsa, masalan, hozir aytaman, javob beraman. Shu, bo'ldi. Tushunarli. Chunki odamlarga o'ta kitoblar yoqmaydi. Hop, hozir biznes deb qarasak bunga, biznesingizni yuritishi eng qiynaydigan, eng ko'p vaqtingizni oladigan jarayon nima? Ya'ni qaysi bosqich sizga juda ham bir mana shu tomonni o'tkazsamidi, boshqaga вообще zo'r bo'lardi. Gaplash. Klient jalb qilishda, masalan, sen klientsanda, kelib men bilan o'qinichi bo'l. Ha. Nima qilsam, nima bo'ladi deb so'ramasadi, shunda. Ha. Shunda kelsa nima qilish kerak? Maqsading nima? Ha. Esa biz ham programma qilamiz-ku, maqsadini to'ldiradi-ku. Uni menga o'sha gaplashgan odam buni maqsadi mana shu deb turib, menga uni shablonini bersa, kim eding deyman, kelsa. Farruxman desa, xudo qarayman, Farrux. Maqsadi anaqa ekan, deyman. Bo'ldi, o'sha qarashlar ketyapmiz. Ha. Ya'ni sotuv qismini o'tkazish Chunki kerak. uni maqsadidan keyin shunaqa programma-ku bizda. Tagida ratsion nimani yeydi, nimani yemaydi, men uni to'ldirib qo'yaman, o'shani qarab u ham yuradi, men ham o'shani qarab vazifalarni aytib ketaman, qilaveramiz. Tushunarli. Eng asosiysi mana shu. Tushunarli. Katta yukdan xalos bo'lishda. Hop. Shunaqa narsa borki, meni katta shaxs qilib ko'rsatib berish kerak-ku. Ha, to'g'ri. Men ming masalan bilimim bo'lgani bilan, zo'r bo'lgani bilan ularni mensimasdan qarasa, bir teng, harakat. To'g'ri. Kerak emas. Uni doim o'zim tushuntirishga to'g'ri keladi. Sizga kelib sizni narx Keyin misol uchun deylik, nimadirga savolga javob olmoqchi bo'lsa, javob bera olarmikin degan narsa bor-da. Bu javob beradi degan narsa yo'q. Ha. Chunki u yetib bormaganda unga. Keyin javob berganimdan keyin keyin men bilan gaplashdida, o'zi so'radi mendan to'g'ridan-to'g'ri. To'g'ri. Lekin qaysidir deylik internetda kerak bo'lsa sizdan bilimi kamlarni, lekin ularni yechim deb biladi. Falonchi trener bor-ku, deydi, menga videosini tashlashadi. Manaqa deb deyishadi. To'g'ri, bu gap ham to'g'ri, lekin asosiy to'ldiruvchi gap emas, men to'ldirib bersam, keyin uni puli joyiga tushadi-da. Ha. Tushunarli. Xo'p, ustoz,
telefon bilan ishlashni, deylik, internet, boshqa narsalarni qanchalik yaxshi tushunasiz? Yaxshi tushunasiz-a? Bemalol ishlatadigan holat. O'zbekcha bo'lsa iloji zo'r. Ha, o'zbekcha. Soat 5 minutda turibamizmi? Oxirgisi qoldi ustoz. Xo'p, demak biz bilan oyiga 2,5 mingdan ishlashga kelishdik. Xizmat haqi boshqa. Bitta tasdiqlab olishim kerak. O'tgan safar esimda edi. Unaqa 51 mijozgacha, ya'ni 50 tadan o'tishdan u yog'iga 15% option oladigan bo'lganmiz. 49 ta bo'lib qolsa ham olmaydigan bo'lganmiz. Mana shunaqa kelishdiga. Ya'ni deylik 50 ta bo'lsa 50 tadan pastiga ham 1 dan 50 gacha 50 o'shani tomonini qo'limga pul ishlamasin. Mana shu oy necha pul oldim. Masalan 50 ta odam bo'ldi, mana shu. Okey, mana 50 ta odam bo'ldi, 15% ma'lum qolgan sizga berishgan. Yosinxon. Boshqa odamga farqi. Keyin xo'p deylik Yosinxon mana hozir trenirovkada ishlayapti-yu. Ana shunga Yosinxonni olmaymiz. Yosinxonga yordamchi qilib birorta bir kachokroq bolani qo'ysa bo'ladimi? Tanish bormi shunaqa bir ishlayman degan? Kichkina pulga ishlamaydi. Ha? Kichkina pulga ishlamaydi. Qanchaga ishlaydi? Bir 400-500 ga ishlaydimi? 400-500 ni oqlasa kerak deb o'ylayman, lekin agar klientni oshirib olsak, muammo yo'q. Qo'yamiz. Chunki sotuvchi mana eng ko'p vaqtingizni oladigan sotuvchi deyapsiz-ku. U sotuvchi bo'lgandan keyin kelib turib sotuvchi, siz o'sha sotuvchilikka uni qo'ygan taqdirimizda ham baribir tana muhimda. Haligi bu xuddi kal odamning oldiga borib turib soch ektiraman deganida-edi. Yo bilaman. O'shandoqda baribir kerak. Zo'r gaplasha oladigan odam qo'yish kerak sotuvga. Shunaqa. Keyin trenirovka faqat S-Fit'da bo'ladi. Boshqa zallarda ham bo'lishi mumkin. Zirkmaslik uchun. Deylik 5 dan bu yoqqa ishlaysiz ustoz, uni 5 dan pastga tushirsa ham bo'ladimi? Yo, odam ko'paysa tushiramiz. Odam 3 ga tushiramiz. 3 ga tushirasiz. 3 dan 5 gacha, 5 dan 7. Keyin yana tushirasiz. Keyin yana tushirasiz. Yo'q, mana masalan 3 dan 5 gacha 20 ta odam. 5 dan 7 gacha 20 ta odam. 7 dan 9 gacha 20 ta. 60 ta odam qabul qilsa. Bir kunda. Xo'p. Bo'ldi, pashti tugadi. Oxirgi gap qoldi. 3 oydan keyin garantlar, boshqa shartnoma, boshqa narsalar o'sha qolsin. Qaysi holatda ukam sendan roziman, maza qilib ishladik. Dalshi yana ishlaymiz degan holat bo'ladi siz uchun. Qanaqa taklif berasan sen? Xo'p, birinchi o'rinda tizimni konkretni qo'yamiz. Eng muhimi tizim deyapman. O'sha tizimni qo'yganimizdan keyin kengaya olamiz. Tartib bo'lmasa kengaya olmaymiz. Uni qo'yamiz. Internetda shaxsiy brend tomonidan xudo xohlasa kam muammo yo'q deb turibman. Ya'ni mavzu bo'yicha, uchish bo'yicha, tanilish bo'yicha, obunachi, prosmotr bo'yicha xudo xohlasa qancha obunachi? Garant bo'yicha 20 ming, 25 ming. Lekin men undan ko'proq prognoz qilyapman. Minimum 40 mingdir balki. Bo'lsa 30 ming dedi garantini. Lekin men 50 ming dedim. 50 mingni plan qilibman dedi. Shu 5 ta bo'ldi. Shu, xuddi shu. Agar o'sha 20 ming, 25 ming odam bo'lsa, qancha 3 oymi? 3 oy. Zo'r. Sotuvlaringizni ham xudo xohlasa, sotuvlar joyiga tushsa, o'sha 50 tadan oshirsa odam zo'r. Agar mana shu ish boshlab 1 oy ichida chiqib olsa, shundan maksimum harakat qilamiz. Agar undan chiqib olsak, keyin ushlash etapiga o'tib olsak, ushlasak, keyin
yana ko'paytirishga tirib o'tib olsa bo'ladi. Ha, shu birinchi oy o'zidanoq xudo xohlasa targetga fokus beramiz. Chunki baribir sotuv muhim, targetga fokus beramiz. Nima deb o'ylaysiz? Hozirgi profilingizda ketaversin, yangi ochmaymiz, a? Yo'q, shart. Target yoqilmadi debman. Storiesizni nechta odam ko'radi bundan? Hozirmi? Ha. 400-500 ta. Ha, yaxshi. Yomon emas. O'zi storieslar ko'rish hammada tushib ketdi baribir. Ha. Bo'ldi ustoz. 500 o'tdi menga. Xudo xohlasa botdagi startni berib qo'yamiz. SMS qilib qo'yarchi bu kunga 100 bilan SMS qilib qo'yaman. 500 o'tdi, 2000 qoldi. Qolgani 1900 qoldi. Manikidan 100 berdi-ku. hozir bu 500 mi? Bu 500. Ha, 500 400 deb o'ylab, 400 deb o'ylabman. 600 1900 qoldi. Shuncha da o'zib qo'ysangiz bo'ladi. Ustoz, xudo xohlasa xayrli bo'lsa, yo'q, uyga o'taman. Bunga ketamiz, olib Kiyimim qolib ketdi, ofisdan to'g'ri kelyapman. Yosifxon, sen mashinasini deb Yosifxondan aniq qo'ydim. Aytdim. Zalga javob berdim. Ha. Necha var, muammo yo'q. Bitta mashina olsam, xudo xohlasa mana shu yilga reja qilib turibman. Hozir yo'qmi? Yo'q, hozir yo'q. Anaqada babu, nima deydi? Sal niyat kattaroq bo'lib qolganiga yaxshiroq bitta olaymikin deyapti. Prava ham yo'q qiziq. Prava muammo. Prava olish kerak bu cho'ra. O'rganish kerak. Chiqish kerak. Anjonni maslahat beraman. Dedi o'zi yaxshi ishlamasak. Albatta yaxshi ishlamang. Eng qizig'ini aytaymi, dadam vatanparvar ishlashadi.